Assalomu alaykum barchaga. Mutolaa podkastida 3-son. Xo'p, bugungi sonimizda sizlar bilan bir emas, ikkita kitob haqida gaplashamiz. Faqat kitoblar hajmi juda kichkina. Bu kitoblar Muhammad Siddiq Minshaviy Suhajiyning ota-onaga yaxshilik qilish haqida 55 hikoya kitobi. Juda qisqa kitob. Adashmasam 40 bet bo'lsa kerak. Lekin ichida ma'lumot ko'p. Hozir kam sizlar bilan tahlil qilib o'tamiz buni. Ikkinchi kitobimiz esa Jannatim onam, ya'ni onangizga yaxshilik qilishning 100 yillik yo'li. Sulaymon Suqayr yozgan ekan. Mana bu kitob. Shu ikkita kitobni oz bo'lsa-da bugun tahlil qilamiz. Asosan kitob ichidagi mavzular haqida gaplashamiz. Ularni o'qib beraman, tushuntiraman, lekin tushuntirishga nima desam, hojat ham qolmagan ko'p joylarda. Shuning uchun shaxsiy fikrlar kamroq bo'ladi bugun. Xo'p, unda ota-onaga yaxshilik qilish haqida 55 hikoya asardan biroz bo'lsa-da sizlarga hikoyalar o'qib beraman. Qisqa, lekin juda kerakli hikoyalar. Xo'p, birinchi hikoyamiz Jannat tuprog'i. Qadimda Luqmon ismli donishmand yashagan. Bir kuni u o'g'liga jannatdan biror narsa olib kel, dedi. O'g'li turib ketdi va bir muddatdan keyin qaytib keldi. Qo'lida tuproq bor edi. Buni ko'rib Luqmon o'g'liga "Bu nima?" dedi. O'g'li "Jannatdan tuproq" dedi. Luqmon "Uni qayerdan olding?" deb so'radi. O'g'li "Onamning oyoqlari ostidan" deb javob berdi. Bu hikoyachadan ko'rinadiki, jannat onalar oyog'i ostida degan bir matn chiqib kelyapti. Shunaqa kino ham bor edi shekilli, lekin men uni ko'rganim yo'q, chunki hech qaysi saytda chiqmagan yoki faqat kinoteatrlarda berildi-yu, men ularni ko'rganim yo'q bor. Keyingi hikoyamiz o'shani davomi bilan desak ham bo'ladi. Bir kuni ulug' sahoba Johima roziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga kelib, "Yo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, g'azotga bormoqchiman. Siz bilan maslahat qilgani keldim" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mehribonlik bilan "Onang bormi?" dedilar. Johima roziyallohu anhu "Ha" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga "Unday bo'lsa, onangni mahkam tut, chunki jannat onalarning oyog'i ostidadir" dedilar. Bunda ham o'sha hikoyaning qisqaroq davomi berilgan. Xo'p, bu hikoyalarga qanaqadir tushuntirish shart emas, menimcha hamma o'zi tushunib turibdi. Keyingi hikoyamizga o'tsak ham bo'ladi. Xo'p, o'lganidan keyin ham, ya'ni o'lganidan keyin ham deyilgan. Shunaqa hikoyani nomi shunaqa yozilgan ekan. Bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga kelib, ota-onasi vafot etganini aytib, "Yo Rasululloh, endi ota-onamga qanday yaxshilik qilsam yetib boradi?" deb so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularning haqlariga duo qilish, gunohlari kechirilishini so'rash, aytib ketgan xayrli ishlar bo'lsa amalga oshirish, silai rahim qilish, do'stlarini hurmatlash bilan dedilar. Ya'ni shu aytilgan ishlar bilan izlaridan duo qilish, gunohlarini kechirilishini so'rash, ularning haqqiga istig'for aytish orqali agar ular o'tib ketgan bo'lsa ham o'zlaridan yaxshilik yetib borishini ta'minlashimiz mumkin ekan. Xo'p, keyingisi "Otangga yaxshilik qil" degan sarlavha ostida hikoyacha ekan. Xo'p, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madina shahri ko'chalarida yurar ekanlar. Munofiqlarning kattasi Abdulloh ibn Ubay ibn Salulning oldidan o'tdilar. Munofiq Muhammad oldimizga changitib ketdi, dedi. O'sha munofiq odam shunaqa deganini aytyapti. Uning gapini eshitib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning jahli chiqdi. Munofiqning o'g'li musulmon edi, ya'ni Abdulloh ibn Ubay ibn Salulning o'g'li musulmon bo'lgan ekan. U Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga keldi, ya'ni o'sha uning o'g'li Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldiga kelib, "Yo Rasululloh, otam aytgan gapni eshitdim" deb otasini jazolashga izn so'radi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam "Yo'q, otangga yaxshilik ila chiroyli muomala qil" dedilar. Bundan tushunib olishimiz mumkinki, hatto otamiz munofiq bo'lgan taqdirda ham biz u kishiga zulm qilmasligimiz kerak, u kishini hurmatlarini joyiga qo'yishimiz kerakligi haqida
yozib o'tilmoqda. O'sha qisqa hikoya orqali bayon qilinmoqda to'g'rirog'i. Xo'p, keyingi hikoyamizga o'tamiz. Qabrdan kelgan ovoz ekan. Sarlavhasi. Safarga chiqqan odam tunda bir qabrning oldiga kelib qoldi. Qabrdan eshakning hangraganiga o'xshash ovoz eshitildi. O'sha yerlik odamlardan bu qanday ovoz deb so'radi. Odamlar unga bunday deyishdi. Bu bir yigitning qabri. Onasiga gapirsa yoki ish buyursa, onasiga eshakka o'xshab hangramang deb aytardi. Onasi qattiq ranjib, Alloh taolo o'zini eshakday hangratib qo'ysin deb qarg'ardi. Yigit o'lganidan beri har kecha qabridan shu ovoz eshitiladi. Ya'ni onaning qarg'ishi qanchalik kuchli bo'lishini tasvirlab berilmoqda va onaga hurmat saqlashimiz kerakligi haqida bayon qilinmoqda. Keyingi hikoyamizga o'tamiz. O'zi bu kitobda hikoyalar juda qisqa berilgan, lekin ichida ozgina tahlil qiladigan bo'lsak, tafakkur qiladigan bo'lsak, ma'nolar juda chuqur. Qisqa lekin chuqur ma'noli. Keyingi hikoyamizni sarlavhasi soat 03:30. Soat tongi 03:30 edi. Uning telefoni jiringlay boshladi. Yostiqdan ming mashaqqat bilan boshini ko'tarib qo'ng'iroqqa javob berdi. Eshitaman, kimsiz? Menman o'g'lim, onangman. Uf, ona, Xudo xayringizni bersin. Koshki bilsangiz edi, ertaga qiladigan qanchalik muhim ishlarim bor. Haligi o'g'lim, nima ona, nima? Meni shu paytda uyg'otadigan nima muhim ishingiz bor deb so'radi o'g'li. Ertalab qo'ng'iroq qilsangiz ham bo'laverardi-ku dedi. Ona o'g'lidan bu sovuq muomalani eshitib qattiq ranjidi, o'ksindi. Yig'lamsiragan holda bir ovozda javob berib telefonini o'chirdi. Bundan roppa-rosa 35 yil avval shunday tun yarmida 03:30 da sen ham meni uyg'otgan eding. Yaxshiyamki tug'ilgan ekansan bolam, seni yaxshi ko'raman deya onasi javob berdi. Ya'ni o'sha kuni bolasining tug'ilgan kuni bo'lgan. 03:30 da onasi telefon qilib uni tabriklamoqchi bo'lganda, bola qattiq javoblar bilan onasiga ziyon yetkazgan desak ham bo'ladi. Bu kitobimiz shu bilan yakunlandi. O'zi 33 bet ekan. Ichida bundan tashqari hikoyalarimiz ko'p, oladigan ma'lumotlarimiz juda ko'p, oladigan xulosalarimiz ham juda ko'p. Shuning uchun bu kitobni o'qishingizni tavsiya qilaman. Xo'p, keyingi kitobga o'tadigan bo'lsak, onangizga yaxshilik qilishning 150 yo'li, Jannatdim onam nomli kitob. Bu kitobda nima berilgan? Kitobda o'sha 150 ta yo'l ko'rsatilgan, onamizga qanday yaxshilik qilishimiz mumkin, shular haqida to'liqroq bayon qilingan. Har bir mavzuga alohida to'xtalgan, onaga qanday yaxshilik qilish haqida, onani yonida o'zimizni qanday tutishimiz haqida bayon qilingan. Boshqalarning yonimizda onamizni qanchalik hurmat qilishimiz kerakligi, u kishini qanday xizmatlarni qilishimiz kerakligi haqida to'liqligicha bayon qilingan. Ularning ichidan qisqa ko'rib chiqamiz ayrimlarini, chunki hammasini ko'rishga vaqtimiz yo'q. Juda ko'p bu yerda 57 betlik kitob ekan. O'zingiz o'qib chiqishingiz kerak bo'ladi. Bu kitobda menimcha hamma kitob do'konlaridan ham topish muammo bo'lsa kerak. Men o'zim Hilol nashrdan olgan edim. Xo'p. Bu kitob hozirgacha 4 ta ingliz, bosniya, serb va tay tillariga tarjima qilingan ekan va jami 40 ming nusxada chop qilingan. Kirishdan avval muallif adashmasam bir matn yozgan ekan. Ota-onasiga yaxshilik qiluvchilarning ko'pchiligini kuzatib, ular bajarayotgan amallar juda oson ekani, shu bilan birga qalbga xursandchilik baxsh etishini mulohaza qilaman. Ular o'zlariga ko'p mashaqqat va qiyinchiliklarni yuklamaydilar. Ular 3 narsaga e'tibor qaratadilar. Ishlarida bardavom, doimo ochiq yuzli, tabassumli va ixloslidirlar. Natijada har vaqt yutuq va muvaffaqiyat ularning hamrohi bo'ladi. Alloh taolodan ota-onalarimizga yaxshilik qilishda o'zi yordamchi bo'lishini, ular bilan bizni Firdavs jannatida jamlashi va lutfini, ota-onalarga muhabbati, yaxshiligi va o'zining roziligiga erishishligini so'rayman deb boshlagan ekan muallif. Xo'p, unda o'sha 150 ta maslahatning ichidan ayrimlarini sizlarga aytib beraman qisqaroq qilib. Birinchi maslahat, turli munosabatlar bilan onangizga hadya tortiq qilib turing deyilgan ekan. Masalan, hayit bayramlari, farzandlaringizning nikoh to'ylarida, ularning biror sohadagi muvaffaqiyatlarida
safardan qaytishingizda, fasllar almashganida, juma kuni bemorlikdan sog'ayganida va hokazo. Juda ko'p bayramlar, shunaqa tadbirlarda onangizni xursand qilib sovg'alar berib turing degan ma'noda gapirilyapti. Xo'p, yana aytadigan bo'lsak, onangizga o'z ehtiyojlari uchun imkoniyatingizdan kelib chiqqan holda har oy pul berib turing. Bu ishda sizga boshqa farzandlar ham sherik bo'lsin. Bu bilan onangiz sizlarga aytishga majbur bo'lmay zarur kamchiliklarini to'ldirib oladi. Hatto onangiz biror joyda ishlab oylik olsa ham shunday qiling. Chunki ona ehtiyoji bo'lmasa-da sizlarning moddiy ko'magingizni ko'rib ko'ngli ko'tariladi. Ya'ni aytmoqchiki, onangiz siz bergan puldan anchagina xursand bo'lishi mumkin, chunki sizning muvaffaqiyatingizni, topayotgan pulingizni o'zi ko'rib tursa, ona ich-ichidan ancha xursand bo'ladi. Xo'p, o'rtoqlarga o'tadigan bo'lsak, aka-ukalaringiz bilan aloqangiz mustahkam bo'lsin. Agar ular bilan orangizda biror muammo bo'lsa, onangizning ko'z oldida muhokama qilmang. Bu bilan onangizni bezovta qilib, qattiq tashvishga solib qo'yasiz. Ya'ni o'sha aka-ukalaringiz bilan onangizning oldida yaxshi munosabatda bo'ling degan ma'noda aytilgan. Chunki siz va aka-ukalaringiz birgalikda onangizning yonida yaxshi munosabatda, yaxshi gaplashsangiz, ular ancha xursand bo'ladi. Sizlarni birlashishingizni ko'rib va hokazolar. Ota-onangizning shaxsiy qaror va rejalarini qo'llab-quvvatlashda ikkovlarining ham rioyalarini qiling. Otangiz tomon bo'lib, onangizni ranjitib qo'ymang. Shunaqa maslahat, menimcha tushundingiz, tavsif shart emas. Ota-onaga yaxshilik qilish uchun eng avval vaqt ibodat paytidir. Eng afzal vaqt ibodat vaqtidir. Onangiz bilan haj yoki umra safarda bo'lganingizda unga quldek xizmat qilib, hamisha yonida turing. Yo'llarda aziyat chekib qolishidan ehtiyot qilib, qo'lidan tutib yuring va har bir qilayotgan xizmatingizni rohatlanib bajaring, deyilgan ekan. Hammamizga nasib qilsa, ota-onamiz bilan birga hajga borishligimizni va o'sha haj amallarida ham ularga qanchalik yordam berishligimizni, qanchalik xizmatlarni qilishligimizni aytib o'tmoqda. Xo'p, onangiz sizga jahl qilib qattiq gapirsa, mutlaqo unga javob qaytarmang va o'sha paytdayoq o'zingizning munosabatingizni bildirmang. Bu bilan nima deyilmoqda? O'zi onalarimiz ko'pincha bizga gapirgan, jahl qilgan holatlari bo'lishi mumkin. Yoshligimizda o'zi shunaqa katta bo'lganmiz, menimcha ko'pchiligimizda. O'sha vaqtlarda unga darrov javob qaytarmang, jahl ustida qo'pol gapirib yubormang degan ma'noda aytilgan edi bunda. Xo'p, o'zi umuman aytganda, onalarimizga juda itoatli bo'lishimiz kerak, ularning xizmatlarini qilishimiz kerak. Nega bunaqa? Chunki onalarimiz asosan yoshligimizdan bizni katta qilishgan, yosh vaqtimizda o'sha endi o'sish jarayonida, gaplar o'rganish jarayonimizda ota-onamizga juda ko'p savollar beramiz, aynan onamizga, chunki onamiz bizni tarbiya qilgan bo'ladi. Onamizga juda ko'p savollar bergan bo'lamiz, ular erinmasdan javob bergan bo'ladilar. Va qarigan hollarida o'zlari ham shu narsaga muhtoj bo'lib qolishadi. Shuning uchun qarigan hollarda, yoshlar o'tgan vaqtda siz ularni qadrlang. Har bitta savollarga erinmasdan javob bering. Sovg'alar bering, ularning hurmatini joyiga qo'ying. Bu kitobda, aynan Jannatim onam kitobida juda ko'p ma'lumotlar berilgan. Bundan tashqari maslahatlar, o'zingiz o'qib chiqing va buni amalda tatbiq qilishga harakat qiling. Men o'zim o'qib chiqqanda ham hali juda ko'p qismini bajara olmaganman. Endi harakatdaman, bajarishga harakat qilaman. Shunday ekan, sizlar ham ota-onangizga yaxshilik qiling, hurmatlarini joyiga qo'ying deb bugungi sonimizni yakunlaymiz. Keyingi sonlarda ko'rishguncha ketgan vaqtingizga rozi bo'ling. Sog' salomat bo'ling. Rahmat.